Mana shu BMWning 7-seriyasi voshcha boshqacha chiqqanday. Mana xursal faralarni qarasangizchi. Xullas buni bitta okamga olib kelib berganmiz. Ikki xil rangli qilib, tepasi seri, pastini ko'rayotgan bo'lsangiz ko'k, diskalar ham 21 pnevmopodveskalargacha bo'ladi. 50L bo'ladi. 9400 yurgandi. Eshiklari ham bunday bossangiz elektrondan ochilib beradi. Voshcha lekin 7-seriyani yorvorgan ichlarini bitta ko'rasiz. Orqada televizorini ko'rsaman hozir. Orqada katta televizorlar ham bor. Endi i5lar ham bo'lardi. Zato nimamlari bor-da. Xullas, buni 9400 2024-yil 5-oyda ishlab chiqarilgan, yo 7-oydamidi 50L kraskalari top-toza. Shuni 77 mingga olindi Xitoydan. Endi bu yoqqa keldi. Endi bu tarafdan boshqasi xudo xolasa bo'ladi. Bundan keyin hozir yana olib kelgan o'shalarimizni ko'rsatib chiqaman. i540L 2025-yil diskalarini qarang. Dop paketli diskalarda. Xo'sh, bu keldi Zikr 7X auksiondan o'ynab olib kelingan ikkita motor. Eshiklari ham elektrondan ochilib yopiladigonidan, qora rang. O'sha mashina kelsa, aytuvras, undan keyin kelgani nimami? BMW, bu ham i5 40L, bu ham undan keyin Zikr 007 GT bu sotiladigan. Hamlarni ham so'raveraman, olgan odamlar ham bari sotib yuboradi, bir ikkisini foydasini bersa. Gaplashib beraman agar kerak yo'q bo'lsa. Mana bu ikkita motor bu sotiladi lekin. Juda yaqin okamniki. U xullas olaman dedilar, oldilar, endi nisbatan shu qoldilar, bilmayman nimaga, hali haydab ko'rmadilar. Bugun keldi mashina. Ikkita motor, panoramasi rangi o'zgaradi, pnevmopodveska, 20 diski, Brembo'da. Bugungilar shular.